Neresi yok ki? Rekka chiqar. Hocaga necha pul beryapsiz? Olyapti. Olyapti, necha pul beryapsiz? U sotyapti, bu olyapti. Qaysini? Ay yo'q boshilari. Yo'q. Eshmang endi bo'ldi. Nima yashaman? Talab yursak ham birasa degandi, hech bo'lmaydi. Talab yurasiz. Hocaga bering. Necha pulga necha pul olib ketyapti o'zi? Necha pulga nima olyapti o'zi? Qo'ymi, molmi, nima? Og'zdan chiqqan gap. O'shanga beraman deydi. Birov sotib bersa sotaman dedi. Bor sotdim degan. Yengil olaverasiz. Ko'p aytapman, ko'pchilik oldida bermaydi, odam ko'payib qoldi deb bermaydi, qilaveradi. Eng ya qizig'ida bu bekarga o'lyapti. Jon aka. Qanday bekarga o'ladi? Jon aka. Bekarga bo'lmayapti. Oo! To'g'rimi boy aka? To'g'ri gapiramiz hocaga. Bering. Aka 100 dollar o'lyapti. O'zini gaplardan qiling, o'z kesganmiz, nima deyapsiz? Bering deydi. Asal qoldingiz, sizning qoldi. Yomon bo'ldi. Mera bekar aytmadi. Hech pul yo'q. Bilmayman. Hozir oldim. Hozir oldim. Hocaga necha pul foyda beryapti? Hocaga necha pul oldi? Necha pul bo'ldi, necha pul beryapti? Ha, yo'q pul, foydasi. Beryapti-ku, bering. Foydalanadigan odam, minadigan Non odam. talabga, 3 kishimizdan. Aytgan pulingizni beryapti. Ya, ikkishingizni bilaman, 3 kishini qo'shib olmang. To'ymas bo'lib qo'ygan ko'rsat bo'ladi. Yana. Sherga bo'ladi. Qo'shing, ular demang. pulga odam tashlaverasiz ekan, unaqa qilmaydi. Ha, u anaqa qilmayapti, u doim o'shyapti qo'lingizni. Bering, barakani bering. Siz arzon, siz nimangizga yarashmayapti. Sizda bering. Insondangiz. Sizdan boshlasak bering. Ha. Sraz o'zi aytgan, o'zi chiqqan ya, ularni bo'ldi tamom. Qo'hovudinga sotdim. Qo'hovud. Arzonchi aka, nomingizga yarasha ish qiling, bering. Bosh iloji. Hisob chiqib yotibdi. Bizga aka 3 oylik 50 so'm xursandchilikka. Bering endi. Ya yo'q, uka va telefoningiz olyapti. 3 haftadan beri endi bering. Xursand bo'lsangiz ketdan. Hech pul yo'qsiz. 150 so'm bermayapsizmi? Uchovimiz deyapsiz bo'ldi aka. So'z yo'q. Olmayman xuddi. Bering mana uni. Ikkita o'g'lim bor deng, ularga ham qo'shadi. Men sizga 3 ta demayapman. Asha bog'ingizga sotdim sizga. Bu yerda hech kim olmaydi, hamma tomoshabin. O, mashinani egasi ornib qoladi hozir. 150 dollar beraman deyapti. Bering endi, bu yoq naflanadi. 3 kishi o'ling, 2 kishi o'ling. Voy, minmaydi bu. 100 so'mdan qolsa sotamiz dedingiz. O, egasi ham ornib qoladi hozir. Nima deyapsiz? Bering. Onani baraka qilib olyapsiz. Ha, bering, ayağını usta beryapsiz. Qaytarib olaveradi jon aka. Ne arzonchi bering. Qimmat. Bering, yuki. Arzonchi men qo'shing ekan. Siz sodiq Dokument ham shikal ekan. Qaytarsa, dokument ham shikal ekan. Ha, nechta dokument o'tkazib yubordi? Ishkal. Ashuncha arzonchi ekanda. Bu dokument shikal o'zsiz. Dokument ishkalni sotib bo'ladimi bozor? Qolganlar ham savdo qilsa, hamma kelib oldi. Bering endi tez-tezda. İşim var da bana kolum boyum. Sağ mısınız? Bu yana 10 bin. 10 bin yapıyoruz. Ha, 10 bin. 10 bin. 3 kişi bir yere götürmeye yapıyoruz ya acaba. He, non talab bu, olib minmaydi buni. Berasiz, bering endi. Siz iş oryapsiz. Bularni işte. Tayyor. Qo'yib ketasiz. Hozir paxta olibdikimi? Ha, budga. Ha, paxta bor. Baraka bo'ldimi? Yo'q. 8 deyapsiz. O'ylab ko'ryapsiz. Ha?
Ya 38'dan demayapman, gapirmayapman. Nima arzon? Necha qo'shin deyapman. 38 ga borgan ham yo'q. Damaslavodi puliga zavatskiy ona. Isuzi. Siz bir mashina olmagan ekanlar. Orbularni qo'yarsan, ha? Bo'riga. Nima o'zi bu qaytarilganmi nima bu? Ayo qaytariladi. Anaqa yo'q ekan-ku. Nima yo'q? Qirabek. 0 nechi bu? Nechi bu? 15. Yuzgasi 16. Uyning ichida aylanib yurgan ekan bu. Nechi ekan? İşlemel sevgili. Nima tepa? Yaxshi avval uyga borgan. Alondan uyga. Bo'laveradi qizim. On 15 Yuru yo'q ekan. Nolopga. Ekan. Salondan uyga. Isuzu ekan. Laqabi Isuzu ekan. Buni to'g'risi o'zi pulni chiqaradi. Neç pulga bo'ldi? O'zi hozir neç pul? Neç pulga bo'ldi? Qancha ekan? 2650 berdi. Zo'r ekan. O Isuzu'larda bo'ladi, boqadi. Bir tepasi akinator o'chadi, bir tepasi. Voy maladi. Yo'q, mana ma'dam deqiladi. Deqiladi. Buni o'chirib qolishi mana u. Maya munosi mana bu qarang. Ko'chdi endi yer yuzini bilmaydi. Solyapman. Bahovudiga ketdi. Sotdingizmi mashinga? Sotdim. Shen qo'lini. Shen qo'lini. Siz olaverish bu. Buyuk sotib ketasiz. Oling. Laqabi Isuzu ekan. Babamas aka mo'g'ari. To'chishini qarang. Ancha boshqa yo'q. Maladi. Yo'q, babalar. Zavatskiy boshqa beryapti. Mana Zavatskiy ekan. Mana joyini syomka qilib qo'y. Aka xonim ketyapman ana deb bormay qo'ylar. Yo'q, hozir bu yoq olyapti. Sizdan olyapti-da. Siz turasizmi? Dokument qilib Bo'lmasa bizga qaytarib beradi. Ey, yaxshi mana shu yerda ko'rib olaman dedi. Sizga bermadi. 100 so'mga bering ko'rib olaman. Ya boshqasiga shuncha bo'ladi. Voy, aka eshmang. Qani birov kelib qo'yib qo'ygan yo'q. Bo'lsa nima bo'ladi? Aka nasi? Ha, bo'lmasa oling mana nasi. Nasi qo'shyapmiz. Nasi turibdi yonimizda. Aka, buni o'zim beryapman. Ha, shu uchun beryapman. Nima bo'ladi? Qo'y yo'q uka, mana dadam. Shu yo'q. 15 kun oldi. Sizga ham shu odam asraydi. Katta so'raymi? Amin. Ya, hech bu hajatni. Kim? Ko'rming kam bo'lyapti. 2 million so'mda beraman. Yo'q, tutamisiz? 2 million. Yo'q, so'mda beraman. Mana eshib olyapti. 25 so'm o'tib bering. 25 so'm o'tib bering. Yo'q. 7 haftadan beri biz ham ish qilganimiz yo'q. Menda olamiz. 7 haftadan beri? 7 haftadan beri? 7 hafta bo'lsa 2 hafta bo'ladi. Aka, qo'yib yubormang. Aytganingiz o'chirib soldi. Ha, davay. Barakani qilinglar, bo'linglar, ey. Arzonchi aka. Arzonchi aka, meni vaqtim yo'q. Bo'linglar tez-tez. Stuart deylar, bo'linglar endi tez-tezda. Bor sotdim, men go'rsiz
xizmat qilib. Farqi yo'q menga, gap so'z yo'q. Yo'q, siz hisobdori. Mana uniga rasm bering. 20 dollar foyda berganingiz yo'q bizga. Va o'ylanib so'mni olyapti, eshib olyapsiz. Eshadigan bo'lyapti-da. Sizga esh kerak bo'lganda, esh kerak bo'lganda eshga dejasiz. Eshasiz. Bering. Ey. Deganlarda ham o'zimiz olib sotdik, aka eshib oldik. Anasidan foydalandik. Eshib oldik. Bir qo'yib O'zi Bahovuddinga manaqaga sotdim. Soat 7 ga oshib 7 ga. Yo'q. 200 ming emas, 10 dollar deganing. 10 dollar. Hali o'zi bilasiz. 10 dollar dashi. Har doim o'zi 10 dollar ekan. 10 dollar so'rayapti. So'ramen, nima so'rayapsiz? Yashir, oling, 200 ming so'm qayerlarda qolib ketmaydi, Yashir. Oling, baraka. Bo'ldi. Kino bor, biz kamerami ham. 3700 dollarga baraka. 15 kaltak. Hoji aka menga qarab qo'ying. Shunaqa arzon mashinalar kerak bo'lsa, mana shu Hoji akaga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatchimas ekan degan negativlar ham bor. Xudo xolasa mana 3700 dollar. 700 dollarga 2015-yil men Isuzu'ga o'xshatib qo'ygan sotildi. Moshina xudo xolasa yaxshi, mana shunaqa tushunarli xizmatlar bo'lsa, aytaverasizlar. Aloqaga chiqaverasiz. 817 ukamizga ham rahmat bilan boshidan oxirigacha olayotganlarimizgacha oldi. Tak bosib ko'rishda davom etinglar, xudo xolasa kelaverasizlar. Hammasi sizlar uchun. Tirs. Shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasiz.